Yaman xususiylari Isroil tomon yana raketa zarbalari berishdi. Bu safargi nishon Ben Gurion aeroporti bo'lgani aytildi. Bundan avvalroq Isroil harbiy kuchlari Yamandan uchirilgan raketalar urib tushirilgani haqida xabar tarqatgan edi. Ammo Yahyo Sari televideniye orqali chiqish qilib, sifatli harbiy operatsiya amalga oshirilgani haqida ma'lum qildi. Biroq hujum va talafotlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tmadi. Isroil matbuoti ham bu hujumdan so'ng qurbonlar va talafotlar haqida yozmadi. Faqatgina Yaman qurolli kuchlari Ben Gurion aeroportini Falastin 2 raketasi bilan bombalaganidan so'ng odamlar boshpanalarga qochgan kadrlar tarqaldi. Unda yengil jarohatlanganlar borligi aytiladi. Shuningdek, Isroilning boshqa shaharlarida ham sirena ovozlari yangradi. Tel Aviv, Rishon Lezion, Ramat Gan, Quddus shular jumlasidan. Hamas va Isroil o'rtasida tuzilgan sulhdan so'ng 2 oy davomida xusiylar Isroilga zarbalar bermayotgan edi. Isroilning sulhni buzishi xusiylarni ham yana qayta zarba berishga majbur qildi. Ular katta ehtimol bilan Erondan olayotgan ballistik raketalar bilan hujumlar qilishmoqda. Bundan avvalroq xusiylar Negev cho'lidagi Nevatim havo bazasiga Falastin 2 ballistik raketalari bilan hujum qilganini da'vo qilgan edi. Yahyo Sariyning ma'lum qilishicha, Isroil G'azo sektorida yangilangan havo kompaniyasini to'xtatmasa, xusiylar yaqin soatlar va kunlarda Isroildagi nishonlarni kengaytirishda davom etishlari haqida ogohlantirdi. Yaman, uning rahbariyati, xalqi, armiyasi G'azoda xalqimizga qarshi bo'layotgan qirg'inlarga guvoh bo'lib, qo'l qovushtirib turmaydi, dedi Sari televideniye orqali qilgan murojaatida. Eron homiyligidagi Hizbulloh va Hamas Isroilga qarshi yurishlarni to'xtatgan bir paytda AQSh hujumlariga uchrayotgan xusiylar Isroilga qarshi kurashishdan tiyilmayapti. Voqealar rivojini yoshlar ovozida kuting.